Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, fermerlar, dehqonlar, bizlarni kuzatuvchilar. Hop, bugungi kungi mavzuyimiz o'rgimchak kanalar haqida bo'ladi. Xavfli zararkunandalardan biri o'simliklarga jiddiy zarar yetkazadigan o'rgimchak kanallar bo'lib hisoblanadi. Hop, o'rgimchak kanali qanday o'simliklarga jiddiy zarar yetkazadi? Hop, mevali daraxtlarga jiddiy zarar yetkazadi. Shu bilan birgalikda dekorativ daraxtlardan archalarga jiddiy zarar yetkazadi. Har turdagi gullarga jiddiy zarar yetkazadi. Poliz ekinlariga zarar yetkazadi. Sabzavot ekinlariga jiddiy zarar yetkazadi. Hop, mana shu o'rgimchak kanali qanday haroratlarda yaxshi rivojlanadi, qanday haroratlarda qishloqdan chiqadi va ularga yoqimsiz bo'lgan haroratlar qanday bo'lib hisoblanadi? Mana shular haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hop, o'rgimchak kanali o'rtacha sutkalik harorat 10 gradusdan yuqori bo'lishni boshlagandan keyin qishloqdan asta-sekinlik bilan chiqishni boshlaydi va o'ziga kerakli bo'lgan begona o'tlarni yo bo'lmasa o'sha madaniy o'simliklarni o'shalarni topib turib, ulardan oziqlanib turib, sekin-astalik bilan ko'payishni boshlaydi. Hop, o'rgimchak kanalar uchun qaysi haroratlar optimal bo'lib hisoblanadi? Mana shu haroratlarda zo'r rivojlanadi, yaxshi rivojlanadi. O'simliklarga jiddiy zarar yetkazadigan haroratlar bular o'rtacha sutkalik harorat 20-22 gradus bo'lib 27-30 gradus oralig'ida bo'lib hisoblanadi. Mana shu optimal harorat bo'lib hisoblanadi. 25 dan yuqorisi o'rgimchak kanali uchun yaxshi rivojlanadigan harorat bo'lib hisoblanadi. Ana endi o'rgimchak kanallarni bitta avlodda rivojlanishi uchun o'rtacha sutkalik harorat, foydali haroratlarning yig'indisini qo'shib hisoblaganda 170 gradus bo'lganda bitta avlod shakllanadi. Bu aytaylik, misol uchun 15 gradusda kunlarni uzoqroq kun rivojlanishini kafolatlasa, 25 gradusdan yuqorisida yaqinroq 3-4 kun oralig'ida rivojlanib, o'simliklarga jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Hop, o'rgimchak kanali asosan qanday tarqaladi, qanday bilish mumkin ularni? Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. O'rgimchak kanali o'zi asosan shamol orqali tez tarqaladi. O'zini o'sha iplariga ilinib osilib olib, shamol orqali tez tarqaladi. Bu misol uchun oddiy sabzavot ekinlarida yoki paxta maydonlarida, shu bilan birgalikda bog'dorchilik yo'nalishida bog' ekinlarida dalani chetidan boshlanadi. Misol uchun ekin maydonini chetlaridan boshlanib, sekin-astalik bilan ichkariga kirib boradi va o'simliklarga shu orqali jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Xo'p, o'rgimchak kanallar tushgan ekin maydonlarini qanday aniqlash mumkin bo'ladi? Oddiy ko'z bilan qaraganda qanday aniqlash mumkin bo'ladi? Nimalarga e'tibor beriladi? Mana shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, o'rgimchak kanali tushgan maydonda eng avvalo birinchi navbatda o'simliklarning barglari xiralashib boradi. Shu bilan birgalikda barglari to'kilishni boshlaydi. Xuddi paxta maydonlarida defoliatsiya turib, ekinni barglarini to'kkanga o'xshab turib, ekinni barglari to'kilishni boshlaydi. Hozir o'rgimchak kanali tushgan ekinlarda qanday simptomlar bo'lishi haqida ham to'liq yoritib beramiz, ko'rsatib beramiz. Video davomida buni o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda ularga qanday preparatlarni qo'llash, qanday kimyoviy preparatlar qo'llash, qanday biologik preparatlarni qo'llash haqida ham ma'lumotlarni berib o'rtoqlashib boramiz. Eng avvalo o'rgimchak kanalini birinchi navbatda ekinlarga zarar yetkazayotgan simptomlari qanday bo'ladi? Mana shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, eng avvalo qaraladi, o'simlik barglariga e'tibor beriladi. O'simlik barglarida ranglari tiniq bo'lmaydi, xira tortib qolgan bo'ladi. Bundan tashqari o'rgimchak kanali tushgan o'simliklarning barglarida ko'proq changlar yig'iladi. Mana o'zingizlar ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Barglarda chang bosib ketgan holatlar juda ko'p. Undan tashqari yana e'tibor beriladigan jihati, o'simlikka pastiga qaraladi, barglar to'kilib ketgan bo'ladi. Mana shular hozir maxsus lupalarimizda ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu o'rgimchak kana ta'siridan to'kilib ketgan barglar bo'lib hisoblanadi. Sekin-astalik bilan mana barglar to'kilishni boshlayapti. Mana o'rgimchak illari ham ko'payib ketgan bo'ladi. Mana yopishib qo'ygan o'rgimchak illari hozir maxsus lupalarimizdan pastki shoxlarga qaralsa yalang'och bo'lib qolgan, barglar to'kilishni boshlagan.
Mana shu o'rgimchak kanalani simptomlari bo'lib hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari boya aytib o'tganimizdek, o'rgimchak kanallar uchun yoqimsiz bo'ladigan harorat bu 35 dan 40 oralig'iga bo'lganda, o'rtacha sutkalik harorat qo'shib hisoblaganda, tungini va kunduz kunligini qo'shib hisoblaganda 35-40 gradus bo'lganda o'rgimchak kanali uchun yoqimsiz harorat bo'ladi va o'simliklarga zarar yetkazishdan to'xtaydi va o'ziga maqbul bo'lgan sharoitlarga qochib ketadi. O'sha joylarga borib yashaydi, o'sha joylarda o'simliklarga jiddiy zarar yetkazadi. Hop, ana endi o'rgimchak kanalida birinchi navbatda kuzatiladigan narsa mevani tovar ko'rinishini ham buzib qo'yadi. Hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Hop, mana shu olmaga ham o'rgimchak tushgan. Mana shu mana bu tovar ko'rinishi, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana shu holatlarga olib kelib qo'yadi. Hop, o'rgimchakni mana shu olmani tovar ko'rinishini buzib qo'yganligini mana shu joylarda ham bilish mumkin bo'ladi. Hop, o'rgimchak kanali mana bunday maxsus lupalarda ko'riladi. Mana shu maxsus lupalarga e'tibor berib qaraladi. Hop, o'rgimchak kanallarining soni ko'riladi, ularning tuxumlari o'rganiladi, ko'paygani va qay darajada zarar yetkazayotganligi ko'riladi. Shunga qarab turib preparatlar, kimyoviy preparatlar bo'ladimi yo bo'lmasa biologik preparatlar bo'ladimi, biologik insektisidlar yo bo'lmasa kimyoviy insektisidlar tanlanadi. Mana maxsus lupalarimizda o'rgimchak kanalarini ham ko'rib oldik. Ularning ko'rinishi qanday bo'lishi, shu bilan birgalikda tuxumlari va yosh lichinkalari qanday bo'lishlari haqida ham ko'rib ma'lumotlarni oldik. Ana endi o'rgimchak kanaliga qanday preparatlarni qo'llash kerak bo'ladi? Asosan o'rgimchak kanalini tushmasidan oldin profilaktik tadbir sifatida ishlash mumkin bo'ladigan biopreparatlarni aytib o'tamiz. Xo'p, bu Bionavit kompaniyasining Bioselib BVS bo'lib hisoblanadi. Bu tarkibida asosi Bavariya Batsianna bo'lib hisoblanadi. Mana shu oldindan sepib profilaktik tadbir sifatida sepib qo'yilsa, o'rgimchak kanallariga maxsus epidemiya tarqatib turib, o'rgimchak kanallarini kasallantirib, o'ldirib, zararlab, o'simliklarga tushmasligini ta'minlab beradi va uzoq muddat himoya qilib beradi. Uzoq muddat profilaktik tadbir sifatida ishlatish mumkin bo'ladi. Ana endi o'rgimchak kanali ekin maydonlariga tushib qoldi. Bunda qanday preparatlarni qo'llash mumkin bo'ladi? Xo'p, tarkibida asosida abamektin asosli, undan tashqari gекситиazokis, propargit, spiramizofin, spiridiklafen, shu bilan birgalikda etoksazol tarkibli dorilarni qo'llash bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu preparatlarni avval birinchisidan foydalanib turib, keyin ikkinchisidan foydalanish tavsiya etiladi. Birdaniga 2-3 ta preparatlarni qo'llash tavsiya etilmaydi. Sababiki resistentность, ko'nikma hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Kerakli kimyoviy moddalar kerakli paytda ishlamay qolish ehtimoli baland bo'ladi. Xo'p, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga yana ham bundan ham foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bizga obuna bo'linglar.